Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun 8-may 2026-yil Andijon mashina bozoridagi mashinalarimiz bilan bir-birimizni tanishtirib o'tamiz. 2022-yil ishlab chiqarilgan 83 ming kilometr bosib o'tgan Kia K5 3-pozitsiyasi polni GT-line qilingan. Old abzusovkalari o'zgargan, diskalar qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rsalar bo'ladi tiniq. Xo'p, bu mashinamiz narxi 20 mingga bera olamiz. Keyin BYD Silo 6 modelimiz bor. Bu mashinamiz 13 ming kilometr bosib o'tgan, kraskalar top-toza, full pozitsiyada. 13 ming kilometr bosib o'tgan, 25-yil. Keyingi mashinamiz Leap Motor C16. Bu mashinamiz 52 ming kilometr bosib o'tgan, 24-yil. Oranjli salonda bo'ladi, kapitanskiy sidinalar bilan jihozlangan. Bundan tashqari keyin Dongfeng 008 mashinamiz bor. 24-yil 16 ming kilometr bosib o'tgan. Bu kraskalar top-toza, eng full bo'ladi. Undan keyin Sorento, Kia Sorento mashinamiz bor. Bu mashinamiz 2023-yil 57 ming kilometr bosib o'tgan, cho'k rangda, birinchi pozitsiya, 2,5 atmosfer motor bo'ladi. Tayyorlovga ruxsatnomalari bor, salonlarni ko'rsalar bo'ladi. Bugungi mashinamiz shular bor bozorimizda. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib bemalol harakat qilishingiz mumkin.